Kubometrni chiqarish, qancha zakaz qilish, fundament uchun yokida rigel kolonna uchun umuman kubometrni qanaqa chiqarish mumkin? Shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Demak, fundamentni tasavvur qilamiz. Bunaqasiga eniga 40 sm, ya'ni 400 mm. Bunaqasiga demak 508, bunaqa o'rtasi 4. Endi ichi razmerini olganmiz 4 ga, buyog'i 5 metr. Bu yoq tarafi 5 metr. Demak, buni kvadratini qilganimizda 20 metr kvadrat bo'ladi. Ichki holat. Endi o'zi markazdan turib hisoblanadi, lekin hozir umumiy tushuncha bo'lish uchun qanaqa kubometr chiqarishni tushuntirib beraman. Devor demak, mana bu chetidan terilganda 400 li devor, ichida 4 ga 5 xona qoladi. Umumiy plita tushishi, boshqa narsalarni keyin ko'ramiz, hozir kubometrni ko'ramiz. Xo'p, demak, ko'pincha xato bo'lmasligi uchun mana buni hozir bitta umumiy 4 ga 5 bo'lsa shakl. Buni ikkiga men bitta rangga ajratganman. O'zi bu butun yaxlit. Buni ikkiga ajratamiz, ya'ni ichki holatidan tashqariga tashiymiz. 400 li bo'lsa 400 li, yokida 250 bo'lsa 250, yoki 8 bo'lsa 8, umumiy fundament uchun kerakli bunaqasiga eniga razmeri chiqaramiz. Bu yerda 400 olganmiz. Keyin buni bo'lib yuboramiz. Ya'ni uyi shakli bunaqa emas, ya'ni qo'shimcha o'rtadan ham bo'lsa, mana bunaqa o'rtadan ham yana bitta bo'ladigan bo'lsa, buni qo'shib tashlashimiz mumkin. Mana bu 4 metrdan. Lekin hozir bu yerda ikkita berilgan sariq rangda. Nima bo'lyapti? Birinchi asosiy necha metrga quyilishi hisoblanyapti. Ya'ni o'ng tarafda 508, bu yoqda ham 508. O'shaning uchun bu yoqda 2 ga ko'paytirilyapti. Ya'ni umumiy metr 11/6 chiqyapti bunaqasiga. Endi mana bu nimaga burchagidan olinmayapti? Chunki metrga hisoblaganda bu markazi alohida hisoblanadi. Mana bu yoqda 400 qismi kirib ketganligi uchun bu yoqdan mana bu sariq belgilangan joy ichkarida turibdi. Buni ko'paytiryapmiz, 4 ko'paytirib 2 8. Endi umumiy fundament quyiladigan uzunlik mana bu qamrab olingan sariq bilan mana bu qizg'ish rangni umumiy holati 19/6 chiqdi. Endi buni balandligi bor. Ya'ni yerga kirib turganda mana 60 sm deyilyapti. Buni metrga o'tkazib olamiz. Millimetrda emas, bu yerda metrga o'tkazganimizda 0,6 bo'ladi. O'shanda 4,7 kubometr chiqadi. Kubometr nima degani? Kubometr masalan suyuqlikni istalgan mana kub degani o'zi to'rtburchak shakl tushuniladi. To'rtburchak shakl. Lekin buni ichiga masalan tasavvur qilamiz, buni bak desak, buni bak qanaqadir suv saqlagan idish desak, o'sha suvni 1 kubometr ichida suv bor deb tasavvur qilsak, mana bu qazilgan yo'lakka shu kotlovandagi transheyaga quyganimizda mana bu razmerda 400 ga 508 bunaqasi 4. O'sha suvni quyganimizda egallagan hajm kubometr deyiladi. Demak, buni topish uchun shunaqa oddiy formuladan foydalanishimiz mumkin. Buni bo'lib chiqishni tushuntirdim. Agar yana bitta 4 bo'lganda, mana bitta 4 ko'paytirib 3 qilardik. Endi buni shaklga qarab o'zgartirish mumkin. Keyin yana bitta muhim mavzuga o'tamiz hozir. G'ish. Ko'pchilikni g'ish qiziqtiradi. Ya'ni qancha g'ish ketadi, qanaqa qursa. Oldin hisoblab olamiz. Bitta g'ishchi o'zini razmeri bunaqasiga demak 250, bunaqasiga 120, balandligi bunaqasiga balandligi 6,5 bo'ladi. Endi uni standart g'ish holatini ko'p ishlatilgan bizning holatda shunaqa bo'ladi. Endi nechta g'ish kerak bo'ladi o'zi aslida bizga? Hisob-kitob bo'yicha. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Ya'ni g'ishlarni yarim g'ish deyilgani mana bu 150 olinadi, 15 metr
ichkari suvo 15 metr, 15 millimetr, tashqari suvo umumiy 30 qo'shilganda 150 yaxlitlab olinadi adashmaslik uchun. Endi 250 bu yoqda suvosiz hisoblanadi, ya'ni bir g'ish deyiladi. Mana bu yarim g'ish deyiladi, bu bir g'ish. Endi ko'p qo'llangan mana bu hisoblanadi. 1,5 g'ish. 1,5 g'ish deyilganda bitta g'ish bunaqasiga to'liq tushadi. Bo'yiga bunaqasiga eniga bittasi tushadi. O'shanda mana bu uzunligi 120 ga mana bu 250 bo'lsa nechi bo'ladi? Hop, 370 bo'ladi, to'g'rimi? O'rtada mana bitta sho'la bo'ladi, o'zi 10. O'shaning hisobiga 380 ga 2 yoqdan 10 qilib 400 hisoblab olinadi umumiy. Endi kamroq ishlatilgan 2 g'ish, ya'ni ikkita g'ish ketmay-ket mana bu o'zini bo'yi bo'yicha tushishi ikkita g'ish hisoblanadi. Endi buni hisoblash uchun progon bo'yicha buni kubometrga hisoblasa bo'ladi, progon bo'yicha hisoblasa bo'ladi. Eslab qolamiz, ya'ni uzunligi bo'yicha 1 metr. Hozir balandligini mana bunaqasi hisoblamayapmiz. Aynan egallangan masofasi bo'yicha hisoblaymiz. Ya'ni 1 metrga nechta ketadi? Yarim g'ishdan 4 ta ketadi. 1 g'ishdan demak 8 ta ketadi. Mana bitta 12 ta ketadi 1,5 g'ishdan 1 metrga. Endi buni hisoblaymiz. Xo'p. Bizda shunaqa holat, mana boya kubometrni ko'rib chiqdik, hozir buni aniq shabloni ham bor. Buni ko'rsataman. Demak, buni aniqlash uchun men frontga o'taman mana. Endi buni masalan 3 metrli devor ko'tarmoqchi bo'lsam, 1 metrga 3 metr. Nima bo'ladi? Mana men bitta bundoq chizib olaman. Hozir sizlarga tushuntirish uchun buni chizishingiz shart emas sizlar programmada. Men hozir chizaman. Demak, buni kiritaman 10. Bu 10 suvoni qalinligi hisoblanadi. Ya'ni o'rtada rastvor bo'ladi. Rastvorni qalinligi. Endi buni ko'paytiraman. Mana 10 millimetr suvoq ketdi. 42 qator yuqoriga ketdi. Nimaga 42ligini hozir tushuntiraman. Buni bundoq o'lchaymiz. Necha bo'pti? Buni balandligi 320 bo'pti. 320 desak, masalan 3 metr qilsak, mana. Bu yoqdagi mana 3 ta g'ishni 39 ta bor shunda. 39 qator teriladi. Buni hisob-kitobni qanaqa chiqardik? Ya'ni nechta g'ish ketishini. Nechta g'ish ketar ekan, demak 1 metrga 3 metrli devor bo'lsa, nechta g'ish ketyapti? Demak, boya ko'rganimizdek 12 ta hisoblagandik. Endi ko'paytiramiz. 12 ko'paytiruv 39 qator qildik, to'g'rimi? 12 ko'paytiruv 39. 468 ta g'ish ketyapti. Shunaqa qilib biz progonga qarab hisoblaymiz. Ya'ni 1 metrga demak shunaqa ketayotgan ekan. Shuncha razmer mana. 1 metrga 3 metr devor bo'lsa, shunaqa ketyapti. Endi biz boya ko'rdik 19.6 chiqdi, to'g'rimi? Mana bu yoqda avtokadda chizganmiz. Agar shuni to'g'ri devor ko'tarsak 19.6. 19.6 ni ko'paytirganimizda necha razmer chiqadi? O'shani hisoblaymiz. Ya'ni 468 edi, bu yoqda 1 metr bu. Hop. Ko'paytiruv 19.6. 9173 ta chiqyapti-da. Buni hozir mana tushunarli qilib qanaqa hisoblanadi? Aniq standartniy operatsion protsedura nima bitta ko'rib chiqsak bo'ladi. Ya'ni
boyiga. Mana bu ko'rsatgan rasmimda 1 metrga nechta ketadi? Shu 12 250 6,5 santimetrlik g'ishtdan. Qanaqa hisoblanadi? Endi biz 6,5 hisoblaymiz, chunki yarim santimetrdan qo'shsak, boya 10 hisoblanib, mana bu oraluv masofasini. Shuning uchun 7 deb hisoblab ketsak bo'ladi. Buni balandligini. O'shanda bo'lib olsak, qanaqa bo'ladi? Ya'ni 3 metrga necha qator ketishini qanaqa hisoblaymiz? O'shani ham hozir tushuntiraman. 7 demak, mana bu yoqda boshlaymiz misol tariqasida. Umumiy uy atrofi, jami uzunligi umumiy planga qarab o'lchab chiqamiz. Boyagi ko'rsatgan usulimda fundament qanaqa hisoblagan bo'lsak, masalan 50 metr chiqdi. Keyin umumiy 1,5 g'ishtdan foydalanmoqchi bo'lsak 400 lik devor. Keyin uni belgilab olamiz 400 lik devorni. Keyin balandligini necha qilishni oldin aniqlashimiz kerak. Ergonomikaga qarab, ya'ni ventilyatsiya shaxtasi bo'ladimi, yo'qmi, yoki isitishi rejasini olib qancha olishi, masalan 208 me'yor olsak, bu yerda nechta bo'ladi? Ya'ni buni bo'lamiz. Ya'ni necha, mana buni balandligi boya aytganimdek 7 6,5 emas, 7 hisoblaymiz dedim-ku. 208 ni 7 ga bo'lsak, necha qator g'isht quyishimiz kelib chiqadi. Ya'ni mana 280 santimetr bo'lamiz 7 ga. 40 qator kelib chiqadi. Agar biz 3 metr qilganimizda-chi. 300 bo'lib 7. 42 qator chiqadi. Boyagidek demak, minus qilishimizdan oldingi holat. Shunaqa qilib hisoblash mumkin. Ya'ni buni oraluv masofalar. Amaliy misolda mana 100 metr agar planirovkada chiqsa, altarashga shu 1,5 g'ishtdan 12 dona ketyapti. Demak, 100 metr uzunlikka bir qator bunday aylantirib chiqish uchun, shu plan bo'yicha, planni bitta qator aylantirib chiqish uchun nechta g'isht ketishi bu yerda chiqyapti. O'sha asosida keyin ko'paytiraveramiz. Ya'ni uzunligi 100 metr bo'lsa, 1 metrga 12 ta ketyapti. Demak, 1200 ta ketadi. Demak, biz mana balandligi nechta qator qilishimiz, ya'ni uyi balandligidan kelib chiqyapti. Masalan, 7 santimetr hisoblaymiz, 40 qator ketar ekan aylantirib chiqsak. Shunda umumiy 40 qator aylantirib chiqishimizga jami g'isht 12 mingta ketdi. Endi mana bu qatorlari soniga ko'paytiraveramiz. Ya'ni 40. Shunda 48 mingta chiqdi. Lekin muhim narsani inobatga olishga, zaxira bilan olinadi, lekin planda baribir oyna eshiklarni joylari ayirib tashladi. Qanaqa bo'ladi bu? Ya'ni bitta planni tasavvur qilamiz. Plan bor. Endi bunda hozir biz butun fundament tepasiga g'ishtni tushishini hisobladik. Lekin bu har doim bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni eshikning joyi bo'ladi, oynani joyi bo'ladi masalan. Shuni ayirib tashlaymiz. Ya'ni mana bu kesilgan joyini ayirib tashlaymiz. Mana bu g'isht terilmaydi-yu. Burchaklarda kolonna bo'lsa, uni ham o'z aslida ayirib tashlash kerak. Keyin buning ustida odatda 208 hisoblagan bo'lsak, tepasida yana armapoyez bo'ladi. Ya'ni zilzila hududida endi bir nechta xona bo'lsa odatda bo'ladi. Mana burchaklarda kolonna bo'lsa, uni ayirib tashlash kerak. Armapoyez bo'ladi umumiy. 30 santimetr bo'ladi. Buni endi raschodga qarab qilinadi.
Endi plita bo'lsa, ozgina joy qoldirib qilsa ham bo'ladi. Bundoq qilib, mana armapoyez. Bu tepasini o'zida bo'ladi. Shu armaturadan, betondan to'qiladi. Bu yoqqa plita yokida monolit bo'lsa, yokida yog'och tashalsa, o'sha strukturaga qarab, holatga qarab qilinadi. Armapoyez bo'ladi. Buni ayirib tashlashlar agar buni 208 ichida bo'lsa. Yana bitta muhim mavzu. O'shani keyin ayirib chiqish masalan. Oyna, ikkita oyna qo'ysa 2 metrga 1,5 metr. Umumiy o'lchami qancha metr kvadrat bo'ladi? O'shani hozir mana bu yerda ko'rsatilgan. Masalan, 1,5 2dan ikkita oyna qo'ysa 3 metr kvadrat, 6 metr kvadrat olinadi. 2 metrga masalan eshikni nechta bo'lishi? Mana bu yerda 2/1 1 metrli eshikdan necha metr chiqarib tashlanadi? Umumiy g'ishcha sonini qanaqa chiqarib ayirib tashlaymiz? Bu yerda mana ko'rsatilgan. Buni Nodir arxitekt UZB mana pastdagi yozuv turibdi. O'shani oxiriga UZB degan yozuv yozilsa, o'sha kanal chiqadi. Buni 16 dekabr 2025-yilda xudo xolisa Word faylini shu kanalga tashlab qo'yaman. Shu poyezga qarab, shu sanada fayl bo'limiga o'tib qidirib ko'rishingiz mumkin mana shu fayl. Demak, umumiy 8,1 kvadrat metr chiqdi, ya'ni ayirib tashlanadigan holat. Endi buni nechta g'ish ketishini boya ko'rganimizdek, yuqorida mana 1 metr kvadratga 1,5 g'ish bo'lsa 168 deb bitta hisoblangan jadval bor. Shuni ayirib tashlasangiz kelib chiqadi, ya'ni nechta g'ishni olib tashlaymiz. Umumiy 48 mingta chiqadi-yu. Keyin oyna eshikning joyiga nechta g'ish ketishini hisoblab, buni ayirib tashlaymiz. Mana bu yerda oxirgi natija, ya'ni 1360 ta g'ish chiqdi. Yakuniy natija mana bundan ayirib tashlaymiz. Nechta g'ish kerakligini. Kub metr hisoblashni ko'rdik. Kubometr hisoblashni qancha buni ko'p stebanga kerak bo'lishi mumkin. Boshqa holatda ham, demak, eniga bo'yi va balandligiga ko'paytiriladi. Kubometr hisoblashga. Buni o'qib, batafsil yanada chuqurroq o'rganib olishingiz mumkin. Xo'p, keyin endi armaturani ham hisoblash juda ham muhim. Fundamentchi armatura. Ya'ni perimetrni ko'rdik boya. Mana bu yerda 4 metr, mana bu yerda 508. Umumiy perimetr nechiligini bilamiz. Endi shuni qancha armatura kerak bo'ladi? Endi odatda bu konstruksiyaga qarab 14 li, 16 li yoki 22 li shu mustahkamlik qavatlar soni umumiy bosimga, beton markasiga qarab chiqadi. Men qisqa aytmoqchi bo'lgan narsam nima? O'sha zakaz qilinaganda masalan mana bundan 4 ta buni ichida armatura ketadi. Ya'ni bundoq tasavvur qilsak, mana buni ichida 4 qator armatura ketadi. Keyin bu bir-biriga bog'lanadi. Hozir shu narsa haqida gap ketyapti. Ya'ni ichidan o'tadigan armatura. Lekin bu mana bunaqa to'g'ri uzilib qolmaydi, ya'ni. Bundoq tushgandan keyin uzilib tashalmaydi. Bu bundoq kelgandan keyin buklanadi. L simon, S simon, G simon qilib bir-biriga bundoq kelgan joyi mana bu yerdan bundoq ulanib ketadi. Bir-biriga bog'lanadi. O'sha hisobiga mana bu yerda metr chiqarish podrobniy ko'rsatilgan. Qanaqa qo'shimcha zapas olinishi, qanaqa qilib hisob-kitob bo'lyapti bir-biriga. Kolonna bo'lsa, masalan, burchagidan kolonna degani mana bu narsa, ya'ni. Mana bu fundament bo'lsa, buni bundoq ko'tarib turadigan ustun. To'rtburchak ustun bo'ladi, o'shani kolonna deydi. Ya'ni yuk ko'taruvchi ustun. Bu to'rtta tarafda bo'lsa, shuni nechta ketadi? Armatura necha metr ketadi? Qo'shimcha bu bundoq tekis chiqqandan keyin bu mana bu tarafda bundoq boylanib ketadi, ulanib ketadi. L simon bo'lib chiqadi, ya'ni past bilan svязка bo'lish uchun bog'lanadi. O'sha hisobiga uzunroq hisoblangan. Ya'ni to'rtta taraf bu yoqda ham, bu yoqda ham bo'ladi. Xuddi shu narsani hozir bu yoqda расчётini
ko'rishingiz mumkin. Endi buni konstruksiyada batafsil hisoblanadi. Mohiyatini tushunishingizda qancha zakaz qilinishi, ya'ni smetani tekshirganda zakaz sifatida to'g'ri hisoblanganmi, qo'shimcha ortiqcha xarajatli yo'qmi tekshirish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni armapo'ys deganimiz, ya'ni devor ustida ham, plita ustida ham qancha metr, ya'ni boya ko'rsatganimdek, mana bu narsani ichida ham armatura tashlasa, buniki 14limi yo 16limi shu vaziyatga kelib konstruksiyani hisob kitobiga qarab nechta armatura ketishini hisoblangani bu yerda tavsiflangan. Xomitlar halqalar, ya'ni buni ichida har 25 santimetr, shu 20-30 santimetrda buni bir-biriga to'rtburchak holatda aniq turish uchun, betonni chetiga chiqib ketmasligi uchun xomitlar qilinadi. Buni ham hisobga olinishi kerak. Umumiy necha metr ketishi shuni hisoblanadi. Ya'ni boyagi usulda qo'shimcha 15-20% bilan bundoq boylanadigan joylari metrida. Odatda 11.7 metr bo'lsa, bitta donasi o'shanga nisbatan nechta ketadi bu yoq tarafga, ya'ni armapo'ysga nechta, fundamentga qancha, kolonna bo'lsa kolonnaga qancha, o'shalari hisoblanishi kerak bo'ladi. Ya'ni armaturaga umumiy og'irligi bu yerda chiqazilgan. Endi xarid qilayotganda tonna xarid qilinsa bu boshqa, donaga xarid qilsa nechta olish mumkin, foydalanish mumkin, bu yerda berilgan. Buni demak faylni Nodir arxitekt UZB kanaliga tashlab qo'yma, ya'ni o'zingizlar o'qib, nima yozilgan, qanaqa hisoblanyapti, mohiyati nima bo'ldi, buni kubometr chiqarish, g'ishchi sonini chiqarish qanaqa bo'lyapti, buni o'rganib ko'rishingiz mumkin. Endi qo'shimcha standartlar bor, ya'ni 1 kubometrga 394 ta g'isht ketadi, primer degan ustalar standarti bor. U bo'yicha ham hisoblasa bo'ladi. Ya'ni boya fundamentni hisoblashni ko'rsatib o'tdim. O'shani endi 1 metrga qancha ketsa, buni kubometrini chiqarib, mana bu devorni masalan. Keyin mana bu kubometrni ayirib tashlab, shu kubometrni qancha egallayotgan hajmidan g'ishtni ham chiqarib olish mumkin. Lekin men progonga qarab chiqarishni o'rgatdim, ya'ni perimetrga qarab nechta g'ishtchi. Bu mana bu sodda usulda demak qayta hisoblab bir nechta turi bor. Buni ham YouTube'da masalan videolari bor. Hozir men fikrni umumlashtirib ustalarni sistemasida soddaroq tilda tushuntirishga harakat qildim. G'isht hisoblash desanglar YouTube'da chiqadi. Ya'ni qanaqa hisoblanadi, nechta hisoblanadi. Buni ham demak o'zingiz tahlil qilib, yanada mukammalroq o'rganishingiz mumkin. Baribir lekin katta zdaniyalarda hayot xavfsizligi uchun baribir konstruktor bilan maslahat qilish zarur bo'ladi. Agar beton markasi degan narsa bor, uni sifati, zichligi, armaturani ham umumiy qancha yuk ko'taryapti bitta armatura, bitta kolonna, ularni aniq hisoblanganda ish puxta bo'ladi. Endi qo'shimcha nagruzkalarga mos qilib 16 yokida armaturalar qilish mumkin, lekin bu qo'shimcha xarajatni talab qiladi. Ya'ni biz hammasini eng qimmatini qo'yursak, xarajat juda ham oshib ketadi. Buni narxini chiqarish ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 1 metr kvadratga qancha ketadi? Umumiy bitta uy qursam necha pul ketadi? Buni masalan tekshirishingiz mumkin. Hozirgi holat 2025-yil dekabr holatda g'isht 850 so'mdan bo'lsa, umumiy 100 metr 50 metrga masalan 19.6 chiquvdi-yu boya. 19.6 metrga qancha kub chiqadi? Mana 19.6 ni bunaqasiga demak ko'paytirib yuborsak, boyagidek xuddi shunaqa qilib kubometrga urib yoki g'isht soniga urib, masalan 50 metr 100 metrlik 3 metrlik balandlikdagi devor chiqsa, umumiy planda 48 mingta g'ishtga necha pul ketadi? Uni ham chiqarib olish mumkin. Masalan 850 so'm bo'lsa, o'rtacha OLXdagi narx 850 so'm 48 mingta. 4 million 40 million 800 ming chiqadi. Ya'ni shunaqa narxlarni ham shunaqa armatura 10 mingdan bo'lsa metri, uni ham mana bundan 236 ko'paytiruv 10 ming qilib, shu fundament o'ziga ham umumiy armapo'ys kolonnaga qancha ketadi? 10 ming ko'paytiruv 15 ming bo'lsa, shu 15 ming bekobodda armaturalar shani chiqarish kerak. Zapas bilan olishni aytib o'tdik. Buni qo'shimcha
transport olib kelish, logistika xarajatlari boshqani inobatga olish kerak. Shuning uchun mutaxassis bilan maslahat qilsa, bu demak g'ishtlarni hisoblash ham oson bo'ladi. O'zinglar uchun hisoblab o'rganib qo'yishinglar mumkin.